Ayni vaqtda taqdimot o'tkazilayotgan Dunyo mamlakatlari kitobi 241 ta davlatning ma'muriy bo'linishi, boshqaruv shakli, joylashuvi, tarixi, tabiati va iqtisodiyoti kabi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. 1200 sahifaga yaqin ushbu kitob dunyo mamlakatlari haqida keng ma'lumot beradi. Unda davlatlarning bugungi holati, o'zaro aloqalari hamda O'zbekiston bilan hamkorlik yo'nalishlariga oid asosiy ma'lumotlar jamlangan. Men bu kitobda to'g'risini aytishim kerak, elektron variantini o'qib chiqdimda, o'zimni hayotimda bitta tajribamdan. Kim menga ish so'rab kelsa, mana yoshlarga o'xshagan jurnalistlar, men birinchi bitta savol beraman. O'zbekistonni hududi qancha? O'zbekistonda qancha aholisi bor? O'zbekiston nechta ma'muriy hududiy birlikdan iborat? Kim to'g'risini aytish kerak, hayotdagi ko'p yoshlarimiz bilmaydi shuni. Bilmaydi. Ustozlikda men tayyorlanib kelganman bu savollaringizga. Uka deyman, bu savollarga tayyorgarlik mutlaqo keragi yo'q. Istagan bog'chaga kirsang, O'zbekistonning shunday xaritasi va men so'ragan ma'lumotlar yozilgan. Buni nafaqat jurnalist, O'zbekistonning har bir fuqarosi o'z vatani haqidagi ma'lumotlarni bilishi kerak. Dunyo mamlakatlari kitobi bugun dunyodagi keskinlik, siyosiy inqirozlar, davlatlararo nizolarni bartaraf etishga, qolaversa dunyodagi bo'layotgan o'zgarishlar, voqelik, hodisalar, umuman dunyo iqtisodiyoti, sporti, madaniyati, ilmi va qolaversa dunyoning keyingi istiqbolini o'rganishga va o'rgatishga qaratilgan qomusiy adabiyotlardan sanaladi. Kitob sahifalarida har bir davlat rasmlari bilan berilgan. Ularning xaritadagi shakli, geografik ko'rinish ham yoritilgan. Bu esa o'quvchiga har bir davlatni aniqroq tasavvur qilish imkonini beradi. Menga juda ta'sir qilgani, Hasan Bichkam aytdim, ustoz, nega O'zbekistonni buncha ko'p berdingiz? Bilaman, tabiiy, O'zbekiston vatan boshqa sahifalardan ajralib turishini kutgan edim. Va shunda aytdilarki, O'zbekiston meni dunyo ichida dunyoyim, vatanlar ichida eng muqaddas vatanim dedilar. Va mana shu kitobni o'qigan har bir inson qayerga bormasin, qaysi qit'aga bormasin, O'zbekiston bo'lib borishni, shu yelkalarida millatni sha'ni, g'ururi, bir iftixori borligini his qiladi deb o'ylayman. Tadbirda so'zga chiqqanlar ushbu kitob ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar, talabalar hamda soha mutaxassislari uchun ham muhim manba ekanini ta'kidladilar. Mazkur nashr dunyo mamlakatlari haqidagi ma'lumotlarni tizimli o'rganishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aytib o'tildi. Zokir Mo'minov, Ismoil Ismoilov bugun dastur uchun.